Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram jamoat muslimin. Ramazon oyi muborak bo'lsin. Ramazonni mana birinchi ro'zasini tutib iftorliklar qilib Allohning betiga jam bo'lyapmiz. Alloh xayrli qilsin, manfaatli qilsin. Bugungi suhbatimiz mavzusi Ramazon oyining 2-kuni azizlar. Go'zal axloq mo'minning fazilati deb nomlanadi. Albatta azizlar, go'zal axloqli bo'lishlik haqiqatan ham mo'minning fazilati. Bu aslida go'zal xulqli bo'lishlik musulmonda ko'rinishi kerak. Musulmon jamiyatida, musulmon yurtida, musulmonlarda ko'rinish kerak chiroyli xulq egasi bo'lishlik. Boshqa din vakillaridan, boshqa millat egalaridan yoki bo'lmasa boshqa bir shaxslardan emas, bu mavzuda musulmonlar birinchi o'rinda turish kerak. Nimaga? Chunki musulmonlarning payg'ambari bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam jamiki xulqlarda eng chiroylisi ekanliklari bayon qilgan Qur'oni Karimda. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va innaka la'ala xuluqin azim. Sadaqalloh. Qalam surasida Alloh taolo marhamat qilib aytayapti: albatta siz go'zal xulq uzradirsiz deyapti Alloh taolo. Xulqni eng chiroylisi payg'ambarimiz alayhisalom ekanlar. Haqiqatan ibrat, namuna olsak bo'ladigan bir zot bo'lganlarda, biz ummatlari ham o'sha zotdan keyingi o'rinda turishimiz kerak. Yevropadagi qaysidir bir shaxslardan yoki musulmon bo'lmagan insonlardan ko'ra biz birinchi o'rinda turishimiz kerak. Bizni ko'rganda haqiqiy eng chiroyli suratdagi xulqni ko'rish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning xulqlari bilan xulqlanishga harakat qilishligimiz kerak. Eng chiroyli xulq egasi deganda, mana payg'ambarimiz alayhisalom bizga o'rnaklar. Hamma masalada azizlar, namoz o'qishda ham, yeb ichishda ham, ayolimizga bo'lgan muomalamizda ham, farzandlarimizga bo'lgan muomalada ham, ilm olishda bo'lsin, savdo sotiqda bo'lsin, hamma masalada azizlar, hamma masalada payg'ambarimiz alayhisolamning hayotlarini o'rganadigan bo'lsak, biz uchun eng go'zal namuna bo'lganlar azizlar. G'azablanmaganlar, yolg'on gapirmaganlar, va'da bersalar ustidan chiqqanlar, bir mas'uliyatli vazifa topshirilsa uni bajarilishi kerak. Bir qancha go'zal bir fazilatlar bor, fazilatlar. Shuning uchun azizlar, ayni Ramazonda bizga imkoniyat bor. Qanaqa imkoniyat? Ramazonda shaytonlar kishanba qilingan bir paytda xulqimizni go'zal qilib olishlikka imkoniyat bor azizlar. Ro'zadorimiz, yolg'on gapirmasak, g'iybat qilmasak, birovni haqqiga xiyonat qilmasak, aldamasak, ig'vo, fitna, fasod qilmasak. Mana bo'ldi. Payg'ambarimiz alayhisalom xulqlari shunaqa bo'lganda. Namozimizni vaqtida o'qib, ro'zamizni tutib, odamlarga yaxshilik qilib, yaxshilikka buyurib, yomonlik qilmasdan yomonlikdan qaytarib yashasak, mana shu biz uchun imkoniyat hozir. Chunki bizning ro'zamiz. Ro'za og'iz bilan o'sha ishlardan o'zimizni tiyishimiz kerak. Ham taqvo egasi bo'lamiz, ham xulqimiz orqasidan payg'ambarimiz alayhisalomga ergashamiz. Go'yo u zotning xulqlari bilan xulqlanamiz biz. Go'zal xulq egasiga beriladigan mukofotlar katta azizlar. Hadislarda keltirilgan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga jannatda yaqinroq bo'lishlikda bir ko'rinishi husni xulq egasi bo'lishiga ekan azizlar. Xulqimizni go'zal bo'lishligi payg'ambarimiz alayhisalom bilan jannatda bizni birga qiladi inshaalloh. Islom ulamolari aytadiki, ba'zi xulqlar bor, ba'zi ishlar bor, o'shalarni bajarishlik bilan payg'ambarimiz alayhisalomning xulqlari bilan go'yo xulqlangan bo'lamiz ekan. Ularni sanab o'tadigan bo'lsak, avvalambor
payg'ambarimiz alayhissalom barcha yomon so'z va ishlardan tiyilganlar. Biz ham tiyilaylik. Yomon so'z ishlarda so'zlamaylik, qilmaylik. Odamlar bilan muomala qilishda ovozimizni baland ko'tarmasligimiz kerak. Kechirimli bo'laylik. Zotan payg'ambarimiz alayhissalom nima dedilar? Kechiringlar, kechirilasizlar dedilar. Keyingisi zimmamizda vazifa bajarishda nima suskashlikka yo'l qo'ymaylik. Bizga bir vazifa topshirilgan bo'lsa, o'sha vazifada loqaydlik, suskashlikka yo'l qo'ymaylik. U qanday vazifa bo'lishi mumkin? Jamiyatda, insonlarda sizga hojati tushib turgan bo'lishi mumkin, xalqda xizmatida bo'lishingiz mumkin va hokazo. O'ta bee'tibor, loqayd bo'lmasligimiz kerak. Bitta qo'yilgan xato butun boshli bir yurtga, jamiyatga zararimiz deb qoladi, Alloh saqlasin. Ehtiyojmatlarni, hojatlarni ravo qilishni ortga surmaganlar payg'ambarimiz. Doim birinchi o'ringa qo'yganlar. Biz ham Ramazon kelib turibdi, Ramazonda oxiriga borganda zakot beraman deb surmasdan ertaroq zakotlarimizni, ehsonlarimizni ertaroq bersak, inshaalloh ajr savobi katta. Ahli oilasiga uy ishlarida ko'maklashganlar payg'ambarimiz alayhisalom. Bahor fasli azizlar. Kartishgan iktilaymi? Yerga urib qadadilaymi? Qadamaganlar bo'lsa, endi yordam berishimiz kerak ekan. Nimaga? Payg'ambarimiz alayhisalom oilalariga yordam berganlar, men ham yordam beraman. U zot qilganlarmi, men ham qilaman. Shunaqa tushuncha, shunaqa e'tiqod yashashimiz kerak. Keyin birovga aziyat berish mumkin bo'lgan so'zlarni hazillashib ham aytmaganlar. Biz ham aytmaylik. Qo'pol hazil qiladiganlar bor-da, o'sha narsalar ham yaxshi emas ekan azizlar. Payg'ambarimiz alayhisalom bunaqa ishdan qaytarganlar-da. Yaxshi, shirin so'z gapirishligimiz kerak va faqat rost gapirishligimiz kerak, yolg'on gapirmasligimiz kerak. Insonlarga ham, boshqa bir hayvonlarga ham rahm shafqatli bo'lishligimiz kerak azizlar. Yana azizlar, g'azablanmaslik kerak. G'azab kelganda hozir aytganimizdek a'udhu billahi minash shaytonir rojim deyishligimiz kerak. Ko'p gapirishdan tiyilishligimiz kerak. Shijoatli bo'lish, o'zini zarariga bo'lsa ham haqni gapirishlikda lozim tutishimiz kerak. Insonlarni nasihatlarni qabul qilishligimiz, insonlarni aziyatlariga sabrli bo'lishligimiz kerak. O'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani boshqalariga ham bo'lishni yaxshi ko'rishimiz kerak va salomni ko'paytirishimiz kerak. Mana shu sifatlar payg'ambarimiz alayhisalomni bir qancha sifatlardan bir shingili azizlar. Biz agar bunga amal qilsak, kim rahmatal lil alamin bo'lgan zotni haqiqiy ummatlardan bo'lib boraveramiz. Alloh barchamizni o'zi rozi bo'lsin, hammalarimizni ibodatda bardavom qilsin, kuch-quvvat bersin. Duo qilaylik, Parvardigor olam, karamki zosan. Tutgan ro'zalarimizni Allohning dargohida qabul aylagin. Bugungi kunda ham bizdan duo so'raganlar bor. Ya Robbi, gunohkor qo'llarimizni ochib sendan so'raymiz. Ya Robbi, bizdan duo so'raganlarni barcha xayrli duolarni ijobat aylagin. Allohim barchamizni ibodatingga muhabbatlik, kalomingga muhabbatlik bandalardan qilgin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi rahmatika Alloh.